trendga aylangan ozdiruvchi Monjaro preparatini endokrinolog sifatida tavsiya qilmagan bo'lardim. To'g'ri, u 25-30% vazningizni tashlab beradi, lekin organizmingizda kuchli oqsil yetishmovchiligi, anemiya, vitamin, minerallar yetishmovchiligi bilan mishchni massani yo'qotish bilan ozasiz. Lekin 2-3 oy olmaganingizdan keyin yana eski vazningizni yig'ib olishingiz mumkin. Eng asosiysi, bu preparat bizga kontrabanda orqali keladi va sizga 100% effekt bermasligi mumkin. Bu preparatni o'rniga bizda sertifikati bor, litsenziyasi bor semaglutidlarni tavsiya qilgan bo'lardi. U o'zi standart bo'yicha eksport qilinadi va 100% effektga ega. Bu ozdiruvchi preparatlarni faqatgina endokrinolog tavsiyasi bilan olinishi shart. Boshqa mutaxassislar, ya'ni kojinni yoki kosmetologlar nazorati bilan emas. Buni o'zini pokazaniyalari bor. Har bitta gormon tekshiriladi, biokimik tekshiruvlardan keyingina ozdiruvchi preparatlarni qabul qilasiz. Agar sizda ortiqcha vazn, qandli diabet 2-turi kuzatilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling va sizga yordam beramiz.